Hurmatli obunachilar, hozirgina mana yaxshi xushxabar tashabdil opamiz. Eshitib chiqasizlar, marhamat. Jamolxonchilarga ham katta rahmat. Mana shunchalik Rustamjon Nuriddinov ham shun bandlarni chiqarganlariga, kelinglarga katta rahmat. Sizlar tufayli mana shunchalik oyoqqa turganmiz. Allohga behisob shukr. Allohim shu bandlarni ichganimizda mana o'zimizga kelib mana 23-yilda bo'lganimda bir 5 ta 6 ta korobkasini ichganimda ancha yaxshi bo'lganman. O'zi bir haftada natijasini sezganman. Oldingi Jenskida bo'lganimda olib o'zimga sezilgan. Shu 7-8 kun ichganimda natijasini sezganman. Keyin 2 ta ximiya olib MRTga tushib kelasiz degan doktorim 2 ta ximiyani olib MRTga tushib borganimda Nurga tushasiz degan. Nurga olib tushib doktorga ko'rsatganimda Nur qiladigan doktor hayron qolgan. Keyin nima qildingiz, nima ichyapsiz, nima qilyapsiz deganda nimaga yomon tomonga o'zgarib ketibdimi deb doktorga so'raganimda doktor aytdiki, yo'q, sizda 54 mm bo'lgan ekan limfa bezlaringizdagi yara teng baravar qisqargan o'sha 2 ta ximiyadan keyin. Nima qildingiz, buni bunchalik darajada o'zgarish mumkin emas deganda, yo'q, sizlarning aytganinglarni qilyapman deganman. Bu bandlarni ichayotganim u paytda aytmaganman. Doktor hayron qolgan. Shu darajada 2 ta ximiyada shunchalik o'zgarish birinchi marta ko'ryapman deb. Men shu birinchi ximiyani olib borgan zotim o'g'lim mana shu sizlarning gruppani ko'rib topib, uncha giyohlar, dorilar ichmasdim, nima qilmasdim, men qiziqmasdim. Keyin mana shu sizlarning gruppani eshitib, odamlarni, bemorlarni motivatsiya bergandan keyin ichdim, yaxshi bo'lib ketdim degan gap so'zlarini eshitganimdan keyin shularning gap so'zi menga motivatsiya berib, men sirazi o'sha kun ximiya olib kelgan kunim sirazi 2 pachka so'raganman sizlardan, 2 ta pachka choy, 2 pachka Lidaxafin olib keltirib, bitta pachka ichib tavakkal ham qilib ko'rmaganman. Allohga tavakkal deb sirazi 2 pachkadan olib keltirib ichganim o'zida bir haftaning ichida men rezultatini yaxshi sezganman. O'zimga sezilgan, ishtahalarimni ochib, lekin menga hozir esa yaxshi ta'sir qiladi. Ishtahalarimni yaxshi ochadi. Shuni ketidan yaxshi yeb ichaman. Mana hatto suv o'tmay qolgan taqdirda ham hozir bo'lganimda ham shu bandni o'zini yuta olmadim, o'tmadi. Kapsulani ochib turib, qoshiqqa ozgina suv bilan eritib turib, amallab ichdim. Ichgan taqdirda ham qayt qilganimda chiqqani chiqdi, ichimga tushgani tushib, shu band bilan ham xudo xolasa ximiyani birinchi olib nima qilganimdan keyin sirazi ichishni boshladim. Amallab bo'lsa ham tomog'imda tiqilib tursa ham, yarim qoplam suv bilan bo'lsa ham yutib, shu bandga xilosim baland bo'lgani uchun mana nechta odamlar motivatsiya beryapti, ichdim. Metastazadan chiqib ketdim degan odamlarni eshityapman. Juda xilos bilan ichaman. Mana banisada ham ko'pchiligi yotganimda tavsiya qilyapman. Shu yerdan olib ham ichishyapti. Allohga behisob shukr. Rahmat sizlarga kattakon. Avvalambor Alloh sizlar sababchisizlar. Qanchadan qancha bemorlarning dardiga mana shunaqa Allohim shifo komil bersin hammamizga. Sizlarga ham katta rahmat. Kechqurun bilmayman, jonli efir bo'ldi. O'sha gruppangiz bor edi, o'shanda ko'rib qoldim, tashlashgan ekan gruppaga. Shuni uxlamasdan yarim kechasidan otguncha eshitib chiqdim. Shuncha odamlarga baraka topinglar, foydanglar tegayotganidan minnatdormiz. Charchamang hamisha. Oilangiz baxtiga, bizning baxtimizga sog' salomat bo'linglar. Mana shunaqa gruppangiz bo'lsa, mana iloji bo'lsa, men uncha telefon nimasini tushunmayman. Hozir kechqurun telefon nomeringizni eshitib kelinimga hozir Telegram gruppangizni ochdim. Xudo xolasa mana ochganingizda mana shu mana guruh nimam tashab qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Biz ham eshitib motivatsiya olib, sizdan tuzalib ketib, xudo xolasa promo efirlarda ham uchrashamiz. Allohga behisob shukr. Boringlarga shukr, rahmat kattakon.